deydi mana bu vodiyning ahvoli. Yo'qqa mana. Mana shunday qalinlikda rekachadan qilib tashlagan hamma joy mana. Rekacha mana. Polni mana ichkari reka. Bu yoqlariga ham reka qo'ygan. Mana ularga ham dedilar. Reka bo'ldi. Mana bu o'zimizda ishlab chiqarilayotgan yumshoq mebellar. Buning karkazlarini hozir ko'rsataman sizlarga. Reka yo'q bunda, displey hammasi. Rossiyskiy displey. Stol qilyapti. Mahkamligi juda mahkam bo'ladi mana. Yumshoq. Oyoqlar temir bo'ladi mana. Mana ichidagi prujinkalarimiz har bittasi bo'g'inli, отдельно bo'ladi. Bu отдельно prujinka qo'yib bo'lmaydi bunga. Zich joylashgan mana. Juda zich joylashgan bo'ladi, sifatli bo'ladi bu.